Hozir o'zimga Belogo restorandan narsa zakaz qildim. Bitta Sezar salati. Hozir ochib hammasini ko'rsataman. Общий necha kilokaloriya, necha gramm uglevod, oqsil va yog' borligini sizlar bilan birgalikda bilib olamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana hozir buni ochamiz. Guruch o'rtoqlar. Bedana tuxum, kapusta, chili pomidor. Sezar salatida jami 400 kilokaloriya ekan. Oqsilga e'tibor beringlar. 30 gramm. Bu degani oqsilga boy salat. Bu narsa, ya'ni oqsil muskullarni o'sishiga ancha yordam beradi. Ikkinchisi guruch. Unda esa 205 kilokaloriya va yana bitta joyga e'tibor beringlar. Guruchni uglevodlariga e'tibor bersanglar 44,5 gramm ko'rsatyapti. Chunki guruchda uglevod ko'p bo'ladi va qanchalik ko'p iste'mol qilsanglar, aynan mishishni massa bo'lishi uchun muskullar объемный kattaroq bo'lishiga yordam beradi. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska qilish esdan chiqmasin. Buni buyog'iga bundan ham qiziqarli va foydali kontentlar ko'p bo'lishi aniq.